Sanoat iqtisodiyoti fanidan biz siz bilan aziz talabalar 5-mavzumuzni ko'rib chiqamiz. 5-mavzumiz sanoatda kadrlar va mehnatga haq to'lash deb nomlanadi. Bizga ma'lumki, biz bevosita mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish borasida bugungi kundagi asosiy muammolardan biri bo'lgan kadrlar siyosati barcha iqtisodiy jabhalarda muammo bo'lib turgan resurslardan biri bo'lib hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda bugungi mavzumizni biz 4 ta rejadan iborat deb belgiladik. Kadrlar biz bilamizki, bular muayyan bir kasbning egasi, ma'lum bir tayyorgarlikdan o'tgan, ma'lum bir amaliy tajribaga ega bo'lgan, mehnat ko'nikmalariga ega bo'lgan, ishlab chiqarish sohasida ish bilan band bo'lgan kishilarga biz kadrlar deb aytamiz. Kadrlarning salohiyati biz bilamizki, bugungi kunda juda bir yuqorida ta'kidlab o'tgandek muammoli holat, chunki zamon rivojlanyapti, raqamli iqtisodiyot, ishlab chiqarish korxonalarini shiddat bilan o'sib borish holatlari. Bunda albatta kadrlar potensiali, ya'ni kadrlarni imkoniyati, kuch g'ayrati, potensial so'zining ma'nosidan kelib chiqqanda aytyapman. Bular mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarish korxonalarini samaradorligini oshirishga yetakchi kuch bo'lib xizmat qilishi sababli biz kadrlar salohiyatiga e'tiborni qaratishimiz kerak. Kadrlar siyosati deganda har bitta mamlakat o'zi ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish jarayonida, nafaqat jamiyatni boshqaruv jarayonida ham kadrlar siyosati bu asosiy driver sohalardan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki sanoat korxonasi xodimlarini maqsadlarga erishishning eng samarali yo'li deganda, bu ularning eng samarali yo'lini ta'minlaydigan jarayon xodimlar bilan, ya'ni kadrlar bilan bog'liq bo'lgan qarorlarni qabul qilish jarayonida xatolikka yo'l qo'ymaslik holatda yuzaga chiqadi. Ya'ni shu sababli davlat rahbari darajasida kadrlar siyosatiga alohida e'tibor qaratiladi. Korxonada kadrlar siyosati deganda biz bevosita xodimlarni rejalashtirish holatlari, xodimlarimizni marketing holati, kadrlarni tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan holatlar, xodimlarni boshqarish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar, ularni rag'batlantirish bilan bog'liq bo'lgan holatlar, kadrlarni ijtimoiy siyosat, har tomondan qo'llab-quvvatlash, ularni aloqa siyosatlari va xodimlarga qo'yiladigan talablarda namoyon bo'lishini aytib o'tmoqchimiz. Bizga ma'lumki, kadrlar salohiyati bu har bitta tarmoq soha imkoniyatidan kelib chiqqan holda, ya'ni xususiyatdan kelib chiqqan holda ularning mehnat zaxiralari yoki imkoniyatlari kadrlar salohiyati orqali shakllanadi. Ya'ni bu jamiyat mehnat potensialining tarkibiy qismi hisoblanadi deb biz ilmiy tilda buni aytib o'tishimiz mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Statistika qo'mitasi tomonidan 1966-yildagi 14-sessiyada iqtisodiy faol aholi tushunchasi joriy qilingan. Bunda biz bevosita bilamizki, bugungi kunda sanoat korxonalarida, umuman jamiyatda moddiy ne'matlar ishlab chiqarish va ularga xizmat qilishda qatnasha oladigan shaxslarni majmuasini biz iqtisodiy faol aholi deb qabul qilsak bo'ladi. Mehnat resurslari deganda bu mehnatga qobiliyatli bo'lgan insonlarni tushunamiz. Ya'ni ayollarni biz 16 yoshdan 54 yoshgacha bo'lgan ayollarni, erkaklarni 16 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan erkaklarni tushunamiz. Ya'ni bu chegara biz bilamizki, O'zbekiston Respublikasida qonun orqali belgilab qo'yilgan. Mehnat resurslari chegaralangan, lekin ular hayotda turli xildagi nogironligi bor bo'lishi mumkin, nafaqaxo'rlar bo'lishi mumkin, yosh bolalar bo'lishi mumkin. Ular qobiliyatlardan foydalanish holatlarida agarda bular mehnatga layoqatli bo'ladigan bo'lsa, demak bular mehnat resurslari bo'ladi. Agarda bular nogironlar, mehnatga layoqatsiz holatlar bo'ladigan bo'lsa, bular mehnat resurslari toifasiga kiritilmaydi. Ya'ni bularda mehnat qobiliyatlaridan, ish kuchlaridan foydalanish holatlarida bularga alohida imkoniyat, sharoitlar yaratib beriladi. Bizga ma'lumki, kadrlar siyosati bevosita mehnatni rag'batlantirish, ishchi kuchlarni qanday mehnat sharoitlarini ularga yaratib berish, mehnatni tashkil qilish bilan bog'liq bo'lgan holatlar, mehnatni takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan holatlar, sharoitda korxonalarning to'liq bandligini ta'minlash bo'yicha ularga yaratib berilgan imkoniyat sharoitlar bilan yoki ishlab chiqarish tizimidagi ishlab chiqarish xususiyatdan kelib chiqqan holda shunga mos bo'lgan muvofiq kadrlar siyosati bilan ta'minlash holatlari, bundan tashqari kadrlar muntazam ravishda ta'minlash bilan birga ularning malakasini oshirib borish,
ularni uzluksiz ishlab chiqarish, tashkil qilish borasidagi bugungi kundagi bilim ko'nikmalarini muntazam ravishda zamonaviylashtirib borish, ya'ni zamon ishlab chiqarishiga moslashtirib borish, xodimlarni tanlash, ularni turli xildagi lavozimlarga qo'yishda, ularning funksional vazifalaridan kelib chiqqan holda, ularning imkoniyat qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda belgilanishi kadrlar siyosatini o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish jarayonida xo'jalik faoliyatida qatnashish jarayoniga qarab sanoat tarmoqlarida band bo'lgan barcha kadrlarni biz bevosita ikkita guruhga bo'lib o'rganamiz, ya'ni sanoat ishlab chiqarishda qatnashadiganlar va sanoat ishlab chiqarishda qatnashmaydiganlar. Bundan tashqari biz ishlab chiqarish bilamizki, korxonalarda rahbarlar bor, xizmatchilar bor. Biz ya'ni xodimlar soni deganda biz bevosita shu mahsulot ishlab chiqarish jarayonida band bo'lgan jamiki korxonaning ishchilari, xizmatchilari sonini tushunamiz. Bular bevosita bizga ro'yxatdagi xodimlar soni va ishga keladiganlar xodimlar soni bilan farqlanadi. Chunki ro'yxatda bo'lishi mumkin, misol uchun 50 ta xodim, lekin ishga chiqadiganlar mana bizda turli xildagi dekret ta'tilda bo'lishi mumkin, armiyaga ketib qolgan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa malaka oshirish bo'yicha qanaqadir joyga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Haqiqatda ishga chiqadiganlar soni 45 dan tashkil qilishi mumkin. Bu ishga chiqadiganlar ro'yxati bilan hisoblanadi. Sanoatda ishlab chiqarish xodimlarini bularni bajaradigan funksional vazifalarga qarab turib biz 5 xil kategoriyaga ajratamiz. Bu kategoriyalar birinchi navbatda ishchi xodimlar, ya'ni bular bevosita sanoat korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish jarayonida ko'proq ulushni, foizni egallaydigan asosiy kategoriyalar bo'lib hisoblanadi. Muhandis texnik xodimlar, xizmatchilar, ish bajaradigan kichik xodimlar va qorovullar va o't o'chiruvchilar toifasiga kategoriyalarga bo'lamiz. Biz bilamizki, mana kadrlar ularning mehnatini tashkil qilish jarayonida, ularga turli xildagi mehnatiga yarasha haq to'lanish jarayonlarida bizlarning mutaxassisliklariga inobatga olgan holda, mana masalan iqtisodchi bo'lishi mumkin, buxgalter bo'lishi mumkin, moliyachi bo'lishi mumkin, texnolog bo'lishi mumkin. Bularning hammasini mutaxassislik sohasiga kelib chiqqan holda ularga to'lanish jarayonlarini mutaxassislik deb tushunamiz. Kasb deganda faoliyatning maxsus bir tor yo'nalishi bo'yicha olgan bilim ko'nikmalari asosida shakllanadigan, talab darajasida shakllanadigan kasbni tushunishimiz mumkin. Malaka deganda mana masalan biz biror bir kasb yoki mutaxassislik bo'yicha shu soha o'zini bo'yicha murakkab ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan bugungi kunda zamonaviy bilimlar bilan qurollangan, bilim ko'nikmalari bilan qurollanganlik darajasini malakada biz bilamiz. Kadrlarni biz bevosita bugungi kunda talab qilinadigan asos talablardan bittasi bu kadrlar bilan ishlash bo'limi faoliyatida bugungi kunda zamon talabiga javob beradigan zamonaviy kadrlar tanlash bilan bog'liq bo'lgan vazifalar yuklab qo'yiladi. Chunki biz kadrlarni rejalashtirib borishimiz kerak, ularning potensialini tanlab olishimiz kerak. Bundan tashqari mehnat munosabatlarini ular uchun sharoit yaratib berib tartibga solib qo'yishimiz kerak. Va ularga mehnat munosabatlarini tartibga solish bilan birga ularga sharoitlarni ta'minlab rag'batlantirib borishimiz kerak. Ularning ish haqi tizimlarini ko'rib borishimiz kerak va shu orqali kadrlardagi mavjud bo'lgan salohiyatni, ya'ni potensialdan maksimum foydalanish yo'llarini ko'rish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga erishishimiz mumkin. Kadrlarni tanlash joyida, tanlash jarayonida biz ko'proq ularning aql idrokiga, did farosatiga e'tibor qaratishimiz kerak. Kadrlarning qat'iyligiga, matonatliligiga, prinsipligiga va o'zini bajaradigan vazifasiga puxtaligiga, yoki agar rahbarlik sohasiga qo'yadigan bo'lsak, rahbarlik qobiliyati bor yoki yo'qligiga va o'z eli uchun, yurti uchun, vatani uchun sadoqatlik holatlari, fidokoronlik holatlari mavjud yoki yo'qlik holatlari, elementlari inobatga olinadi. Va bundan tashqari bugungi kundagi zamonaviy qurollar bilan, zamonaviy bilimlar bilan qurollanganlik, kompyuter texnologiyasini bilishlik holati. Chunki biz ishlab chiqarish korxonalarida bevosita mahsulot ishlab chiqarish jarayonida ularni sotish bilan bog'liq bo'lgan muammolar bilan bevosita biz asosiy vositadan shug'ullanish jarayonida, bunda ham albatta ularda yetarli miqdordagi zamonaviy qurollangan axborot texnologiyalari bilan ishlab bilish imkoniyatlari ham kadrlar rahbariyatidan talab qilinadigan jarayonlar bo'lib hisoblanadi. Mehnat salohiyatini baholash, mutahlil qilish jarayonida biz bevosita
mehnat salohiyatini o'rtacha sonini, mehnat salohiyatini tarkibini, mehnat salohiyatini aborotini, mehnat salohiyatini qo'nimsizligini, mehnat salohiyatini turg'unlik holatlarini muntazam ravishda asosiy ko'rsatish sifatida o'rganib borishimiz kerak va slaydda keltirilgan formulalarda buni hisob kitoblarini muntazam amalga oshirib borishimiz kerak va shu orqali biz qo'nimsizlik koeffitsiyenti qancha me'yor holatda bo'ladigan bo'lsa, biz ishlab chiqarish mahsulot samaradorligimizga o'z ta'sir ko'rsatishini o'rganib olishimiz kerak. Mehnat salohiyatidan ta'minlanganlik ifodalaydigan ko'rsatkichlarimiz tizimiga bevosita biz mehnat salohiyati bilan sifat jadvali ta'minlanganlik holatlari, mehnat salohiyatining sig'imlilik holati, mehnat salohiyati bilan qurollanganlik holati, aylanma mablag'larning mehnat salohiyati bilan ta'minlanganlik holatlarini chuqur tahlil qilib o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Mehnat salohiyatidan foydalanish samaradorligini ko'rsatadigan bizda 3 xil bevosita ko'rsatkichlarimiz bor. Bular mehnat salohiyatining mavjudligi, mehnat salohiyatining rentabelligi va mehnat salohiyatining daromadlilik holatlarida belgilanadi va bularning hisoblanish tartibi slaydimizda keltirib o'tilgan. Biz bilamizki, kadrlar bevosita muntazam ravishda biz malakasini oshirib borishimiz kerak. Ularni bugungi kundagi zamonaviy asbob-uskunalar bilan ishlash bilan bog'liq bo'lgan bilim ko'rik bilan shakllantirib borish korxonaning bevosita asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi va ularni muntazam ravishda attestatsiyadan o'tkazib borish va muntazam ravishda ularni rag'batlantirish tizimini olib borish, joyi keladigan bo'lsa ularga choralar qanaqadir qo'llash mexanizmi ham ishlab turish kerak va shu orqali biz kadrlarni ish sifatini tartibga solib turishga asosiy vazifalarimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Bizga ma'lumki, mehnat bu har bir shaxs va umumiy jamiyat ehtiyojini qondirish uchun zarur bo'ladigan moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratishning maqsadga muvofiq faoliyat bo'lib hisoblanadi deyiladi. Mana O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda o'rtacha ish haqlari hududlar kesimida, o'rtacha oylik ish haqini yillar kesimidagi dinamikasiga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, o'tgan yilga mos ravishda bizda 19.8% ga ish haqi nafaqa stipendiyalarimiz oshish holatlarini, ya'ni muntazam ravishda yillar davomida 2020-2024-yilgacha bo'lgan holatlarda muntazam ravishda o'sib borganlik holatlaridan ko'ramiz va biz bu yerda albatta aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ish haqlarini belgilash jarayonida maxsus belgilangan biz ishbay, vaqtbay holatlarda ularga ish haqi to'lanish holatlarini belgilaymiz. Bundan tashqari akkord tizimlarimiz bor. Uni turlari, ish haqining turlari sifatida va bularimiz belgilanganda ularni malaka, talab, ko'nikma va razryad klassifikatsiyalariga qarab to'xtab ish haqlarini belgilash holatlarini biz bevosita ko'rib boramiz.